Assalomu alaykum Rustam. Va alaykum assalom. Qanday adash? Yaxshimi? Yaxshi adash, o'zing qanday? Shukr, yaxshi adash. Yo'qotsa adash. Shu tamak chekayapman adash mana. Tamak degan jiyango adash. Adash bu tamak jiyan desa qayerda yozilgan, qaysi hadisda yozilgan degina. Bu aroq yozilgan, Qur'on Karimda yozilgan. No, tamak yozilmagan adash. Adash biz musulmon bo'lgandan keyin har qilib ishimizni boshlagandan keyin bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz adash. Butagan ishimizni alhamdulillah deb bitiramiz adash. Buni ishing bo'lgandan keyin sen qanaq boshlaysan adash? Bismillahirrohmanirrohim deb dalalamsa, alhamdulillah deb bitiralamsa buni ishingni adash. Ha, durust deysiz adash. Bu tamakidan hech qancha og'zim olmasmi?